Assalomu alaykum aka. O'ylayapmanda kelmay qolyapti hozir. Yana bir so'g'in uzatib ishlari tugabdi. So'g'in ishlarida bir oy oldin qilib ketadigan bittalarni qilyaptik. So'kinimiz ikkita paskali bo'lgan, ikkita koronali, bular chaqlanmagan, sal arzonroq variantini so'raganlarga. Bunimizda 1 metr usta haqqisi hamma narsasi ishlaydi. Sement bilan episidan tashqari 400 ming so'mdan bitirib berganmiz. Granit usta haqqisi orqasi, Google IPX hamma narsasi ishlaydi. Bir donasi bilan bir narsasi ishlaydi, 700 ming so'm berganmiz bir donasini. Usta haqqisi hamma narsasi ishlaydi. Bularga zinalar ko'rgan bo'lsangiz, zinalar 200 ming so'mdan hamma narsasi ichida olingan, kvadratiga. Stipendlar metrda bo'ladi. 1 metr haqqisi, oralikasi, taxlanishi, orasida kafelari 200 ming so'mga chiqqan 1 metr. Katta keladigan bo'lsa, sheflarning ketayotgan kerak. Biz sahamlaydi, 100% kafalat berganmiz, sahamlaydi. Pastavkasi ichida, materiali ichida 1.5 ming so'm bo'lgan. Haqqisi kafalat. Palasalar yalog'ida olingan, palasalar metr 15 ming so'm bo'lgan, keyin ba'da gul qo'yilgan, donasi 1,5 million so'mdan sotib olingan, 300 ming so'm usta haqqisi bo'ldi donasiga. Bu tarafda zinalardan qo'lni noldan chiqarganmiz. Zina tagida yo'q edi ular. O'zimiz qo'yib shu holatga keltirishimiz 1 metrga qarasashda 200 ming so'mdan usta haqqi olindi. Yuzlardan qo'lni biz chiqardik. Tagidagi bardori, palasasi hamma narsasi ishlab usta haqqisi 70 ming so'mdan olindi. Tagidagi betoni, bardori, palasasi. Bu tarafda ozgina kafet bosgan joyimiz bor. Bu kafetlardan bo'ldi. 180 ming so'm material ishni usta haqqisi ishlab bitirib berdik.